Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yana bitta platformani ko'rib chiqamiz. Unda onlayn bunda asosan yangiliklar sahifasiga ishlatilgan yangiliklar veb-sayti Daryo, Kun.uz kabi platformalarga o'xshash deyarli. Hozirda yangi platforma bo'lganligi uchun mana dizaynlarni ko'rib turibsizlar, mana kunduzgi reja hamma rasmiy holatda ishlangan. Mana tavsiyalar bu yangiliklar ko'rishinglar mumkin bosib. Bemalol buni ilova sifatida yuklab olish ham bor. Imkoniyati sa'ati amalda talab qilingan. Mana yangilik, mana bu asosiy preview. Mana chop etilganligi. Mana Google News boshqa qidiruv saytlaridan bemalol chiqadi. Ular shunday yoqib qo'yadilar agar kirib bemalol foydalanib ko'ringlar. Keyin mana qo'shimcha rasmlar shu yerda ko'rinadi. O'quvchi uchun qulaylik va yoqtirish 11 marta ko'rilganda preset havolani boshqalarga ulashish boshqa ilovalar tashkilotlarga. Hop, keyingisi yana o'xshash yangiliklar bor. Qidiruvdan moderatsiyadan bemalol chiqib kelaveradi. Keyin bu yerda ro'yxatdan o'tib kirish ixtiyoriy, muallif bo'lishligi mumkin. Bemalol ularning bittasida va sizlar ham agar jurnalistlar bo'lsa, jurnalistikaga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol mana shu platformadan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bu rasmiy, hamma narsasi toza, bu ro'yxatdan o'tish, oddiy ro'yxatdan o'tish. Tamam, majburiy ko'rsatdik. Familiya, email, to'ldirasizlar, keyin u arz yuborasizlar. Bu yerda maxfiy lista sifatida foydalanish shartlarini albatta o'qish kerak. Albatta o'qish shart, foydalanish shartlari. Berish shartini shu yuklab olinglar bemalol. Bu yerda rasmiylik birinchi o'rinda turadi. Tungi mavzusini ortdan qilib ishlangan. Ro'yxatdan o'tishga boshlangandan keyin bu yerda kerakli ma'lumotlarni to'ldiradilar, o'zingizga ro'yxat o'tkazasizlar, bu ixtiyoriy. Bu asosan doimiy o'quvchilar uchun, subscriptionlar uchun, kurslarga talab bilan hamma deb bilasizlar. Qisqacha manimcha o'zi shular. Bu yerda kategoriyalar bor. Sayt xaritasini bemalol mana bu yerdan ko'rib turishingiz mumkin. Qachon qayerda yangilanib boryapti, modlar versiyalari. Tahrirlik siyosati ham bor. Mana hamma narsasi rasmiy shaklda shakllantirilgan. Shartlar ham bor. Ishonch raqamlari. O'zimiz meniki va emailni xabar berish mumkin. Telefon qilib biror maqsadlarda o'rganish yoki boshqa maqsadlarda ham telefon qilishingiz mumkin. Manzilimiz asosan Kasb tumanida Hotline deb Google Maps'dan qidiruvdan yozsanglar ham bemalol chiqib kelaveradi. Mana shu yerdan Hotline yozsanglar biznes profil shakllanib turadi. Bu yerdan marshrut yozasizlar. Marshrut yozsangiz Google poyezddan bizdan ofisimiz kelib chiqadi. Shu yerdan kelib bemalol ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Mana yerda ana profil xuddi shu. Qisqacha mazmunimiz qayerga ketdi? Qisqacha mazmunimiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bizning kanalimiz shu yerda. Yangi platforma, yangi kanallarni so'zlash platformalarimizni shu kanalga joylab boramiz har doim. Biz yangi bo'lganimiz uchun ko'plar e'tibor bermasligi mumkin. Lekin yana bir ikkita kundan keyin biz ancha rivojlanish bo'ladi. Yana umiddaman qo'llab-quvvatlaylar, sog'-salomat bo'linglar. Hozir Twitterda rasm qilgan.
Hammaga rahmat.